Ish haqidagi ayrim odoblarni aytib o'tamiz. Olim yoki yoshi katta insonlar turganda shulardan burun ovqatni boshlamaslik kerak yeyishdi. O'rgataylik bolalarimizga. Katta odam olsin deymiz. Hozir bormi shu narsa? Abkalni bir chekkadan uraveradi. Endi hali bitta tovoqda bo'lsa kutib tursa kerak, lekin chiniga kelsa nima bo'ladi? Bismillah bilan boshlashlik, o'ng qo'li bilan yeyishlik, har kim o'zini oldidan olib yeyishligi tovoqdan, 3 ta barmoq bilan yeyishligi, yonboshlab yoki suyanib olib ovqat yemaslik. Mana shu ham sunnatga xilof. Qo'lidan tushgan va dasturxonga to'kilgan taomni olib yeyishlik, taomni yeb bo'lgandan keyin Allohga hamd aytishlik, ovqatdan keyin 2 qo'l yuvishlik. Birodarlar, taomni odoblari yana bittasi, hech qachon ovqatni yomonlab bo'lmaydi. Nabiy sallallohu alayhi vasallamning oldiga ovqat olib kelsa, Rasulullohga yoqsa yerdilar, agar yoqmasa indamay qo'yardi. Yoshlar, yoqmasa yemay qo'yinglar. Chunki o'sha ovqat qilib kelgan eningiz yoki kelinoyingiz mehnat qilib ko'tarib keldi oldingizga. Shoshilmasdan yeyiladi, ortiqcha yeyilmaydi. Ko'proq odam tovoqqa qo'l uzatsa barakali bo'ladi. Ovqat issiq yeyilmaydi. Yeyilayotgan ovqatga puflanmaydi. Taomni bir chetidan yeb boriladi. Tikka turib yeyilmaydi. Tikka turib yeyilmaydi. Lekin dasturxon ustida gaplashib o'tirib ovqatlanishlik ham mustahab amallardan bo'ladi. Mana bilasizlar, ayrim g'ayri dinlarda ovqat yeyotganda umuman gapirmaydi. Indamaydi ular. Bu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning sunnatiga xilof. Hamda Allohga hamd aytiladi. Agar mana shu odoblarni bolalarimizga yoshligidan o'rgatsak, juda katta foydalarga erishamiz. O'zi avvalambor sunnatga amal qilishlik dinimizning talabi. Endi mana shu sunnat orqasida qanaqa hikmatlar, qanaqa foydalar borligini yaxshi bilamiz. Qarang, shariatimiz ovqatlanishlikda nimani avval, nimani keyin yeyishimizni ham o'rgatgan.